Siz Faberlik, Greenlife, Ersak yoki shunga o'xshagan kompaniyalarga ishga kirdingiz yoki anchadan beri ushbu kompaniyalarda ishlab kelmoqdasiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar, sizlar bilan ekran qarshisida Kamina Ro'zmuhammad Murodov. Bugungi videomizni prevyusidan ko'rib turganinglardek, ushbu kompaniyalarda o'zini shaxsiy biznesiga ega bo'lgan opa-singillarimiz, biznesmenlarimiz uchun marketing o'zi nima, ya'ni onlayn biznesiga kerakli bo'lgan Telegramda ijtimoiy tarmoqda o'zini biznesini qanday yuritishlik bo'yicha video darslik bo'ladi. Inshaalloh videoni oxirigacha o'tkazib yubormasdan yaxshilab tushunsanglar, video foydali bo'ladi degan umiddaman. Sizlardan faqat talab qilinadigan narsa ushbu videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Nimaga desanglar, video davomida premium olishlik, spamga tushmaslik, nakrutka urishlik, virtual nomer olishlik haqida video darsliklar tayyorlaganman. Albatta kanalimdan topishingiz mumkin bo'ladi, qadrdonlar. Video davomida qaysidir terminga tushunmasangiz yoki qaysidir joyiga tushunmasangiz, Telegramdan menga murojaat qiling. Maslahatlarim bepul. Videoni boshlashdan avval Faberlik kompaniyasini misol qilib olamiz. Ya'ni siz Faberlik kompaniyasiga ishga kirdingiz. Ya'ni ro'yxatdan o'tish, tovarlarni qanday qilib buyurtma qilish, zakazlarni urishlarni siz taklif qilgan odam o'zi o'rgatadi. Misol uchun siz 1 million so'm pulingiz bor. Ushbu 1 million so'mga yetarli tovarlar, shampun, uy ro'zg'origa ishlatilgan mahsulotlar, kosmetika ayollar bo'p mahsulotlarni zakaz qildingiz. Tovarlaringiz yetib keldi uyga va ushbu tovarlarni siz nima qilasiz? Ba'zi birlarini o'zingizga foydalanish uchun olib qolasiz, ba'zi birlarini qo'ni-qo'shningizga, o'rtoqlaringizga, sinfdosh, guruhdosh, qarindosh urug'laringizga tavsiya etasiz. Mana shu narsani oling, mana shuncha pul deb, bu olgan narsalaringiz pulini chiqarishingiz kerak bo'ladi va buni pulini chiqarib, yana tovar zakaz qilishingiz kerak bo'ladi. Endi yana keldi mahsulotlaringiz, yana 2 barobar ko'p mahsulotlar keldi. Ushbu mahsulotlarni yana qaytadan o'sha insonlarga sota olmaysiz. Nimaga? Chunki hadeb ololmaydi ular. Uning uchun nima qilasiz? Albatta onlayn ijtimoiy tarmoqlardan xaridorlarni jalb qilishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun bizga Telegram platformasi yoki Instagram, YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlar kerak bo'ladi. Biz bugun Telegram haqida gaplashib o'tamiz. Telegram platformasida yaxshigina marketingda yaxshilab sozlab biznesingizni rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi qiladigan ishingiz bu Telegramda o'zingizni akkauntingiz. Katta e'tibor bilan akkauntingizga chiroyli dizaynlashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun o'zingizni ism, familiyasiz. Glavningizga alohida o'zingiz rasmingizni qo'ymasangiz ham Faberlikka oid o'zini pushti logotiplari bor. Shunaqa rasmlarni qo'yish, ism, familiya yoki familiya Faberlik yoki ism Faberlik qo'yishingiz shart albatta. Va undan tashqari opisaniya bor, ya'ni bio deydi. Ma'lumotlar xaridorlarga ma'lumot berish maqsadida o'zingiz haqingizda, nomer, ish joyingiz haqida ma'lumotlarni berishingiz shart bo'ladi. Va undan so'ng pastda foydalanuvchi nomi, username, nick deydi, ya'ni username, nickni qo'yishingiz kerak albatta. Bu joyga ham iloji boricha Faberlik yoki mahsulotlari yoki masalan turgan shahringiz Faberlik, Brilliant yoki ismingiz shunaqa ma'lumotlarni yozishingiz shart. Uni pastiga o'zingizni ish vaqtingiz, qaysi joylashuvingiz va eng asosiysi akkauntingizga premium sotib olishingiz kerak bo'ladi. Telegram premium. Bu albatta shart. Video davomida yana to'xtalib o'tamiz Telegram premium nimalarga qodir ekanligi haqida. Shu akkauntingizni sozlab, chotki sozlab olganingizdan so'ng siz qiladigan ishingiz endi akkauntingizga hikoyalar joylash. Ya'ni shunchaki olib shuncha narxini qo'yib qo'yish ham mayli, iloji boricha maqtab, masalan, videoga olasizda, o'zingizni ko'rsatmasangiz ham sizga mandarinni hidini eslatib turuvchi atir kerak bo'lsa, sizga ushbu atirni tavsiya etaman. Narxi paloncha so'm. Bemalol murojaat qilib buyurtma berishingiz mumkin. Dastavka O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul deysizda, video qo'yasiz. Istoriyalar joylaysiz. Albatta qancha ko'p istoriya qo'ysangiz,
iloji boricha tushuntirib istoriya olishingiz kerak bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz bu albatta sizni kanalingiz va guruhingiz bo'lishi shart va majbur. Kanalingizga ham xuddi shunday, misol uchun Farg'ona fabrikalik mahsulotlari, kosmetika mahsulotlari foydalanuvchi nomi bo'lishi shart, opisaniyasi bo'lishi shart. Kanalga nima joylayman desiz, kanalga faqat rasm, masalan mana bu atir dezodorantni rasmi yoki videosi, pastda narxi, bu haqida ma'lumot va kimga murojaat qilishlik kerak, nima qilishlik kerak, O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul. Kanalingizga faqat kataloglarni, ya'ni atir, dezodorant, pomada yokida shunaqa narsalarni, kataloglarni, rasmi, videosini kanalingizga faqat shu narsalarni tashlab borasiz xolos. Guruhingizga keladigan bo'lsak, guruhingizni ham kanalingizga o'xshatib bir xil Farg'ona fabrikalik guruh chat va unga ham opisaniyasiga, ma'lumotnomasiga to'liq ma'lumot yozish shart va u joyda suhbat sifatida olib borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni guruhingizni kanalingizga ulash, kanalingizga ya'ni guruhingizni bir-birini ulab qo'yishingiz kerak. Kanalingizga yuborgan ma'lumotlaringiz guruhingizga ham ketadi va guruhingizda odamlarni jalb qilishingiz kerak, odam qo'shishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni odamni qanday qo'shaman desangiz, birinchi o'rinda nakrutkalar bor, boshqalar va ulardan tashqari men sizlarga qarindosh urug'inglarni, tanish bilishlardan odam qo'shishini iltimos qilib berasizlar. Odam qo'shgandan so'ng sizlar o'zingizlar, masalan, 100 ta odam qo'shganga bitta pomada sovg'a qilaman deb odamlarni qo'shtirib, shuna qilib jonli obunachilarni to'plasanglar bo'ladi va target usulida odamlarni qilsanglar bo'ladi. Bu target pulli usuli. Keyinchalik bular haqida ham ma'lumot beraman. Shu kanalingiz, guruhingiz albatta обязательно ochilishi shart kerak bo'ladi. Endilikda qiladigan ishingiz bu reklama tarqatish hisoblanadi. Reklama tarqatish ikki xil usulda. Pulli va bepul. Pulli usuli target usuli, ya'ni Instagram, Telegram tarmoqlarida target qilib pul evaziga reklama qilsanglar bo'ladi. Bepulligini hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Bepulligi akkauntlar nomidan guruhlarga reklama tarqatish hisoblanadi. Shu joyiga e'tiborli bo'linglar, qadrdonlar, shu joyiga. Siz reklamani o'zingiz akkauntingizdan hech qachon tarqatmang. Asosiy akkauntingiz hamisha qolsin, muloqot, so'zlashuv sifatida qolsin, reklama tarqatmang. Siz aytishingiz mumkin, qanday qilib reklama tarqatishim mumkin deyishingiz mumkin. Siz hozirda Telegramda raqamsiz Telegram ochish imkoni paydo bo'lgan, ya'ni virtual raqam. Virtual raqam ochishingiz kerak, 3 ta, 4 ta, 5 ta raqamsiz Telegram ochib, Telegraf ilovasidan foydalanib, ushbu akkauntlaringizni ham bir xil nomlab, masalan, Murodov Faberlik deb nomlab, rasmlarini ham qo'yib, o'zingiz akkauntingizga o'xshatib, o'sha akkauntlaringizdan reklama tarqatishingiz kerak bo'ladi. Nimaga desanglar, siz o'zingizni reklama tarqatsangiz, o'zingiz akkauntingizdan Telegram hozir reklama tarqatishda yoqimsiz xabarlarni spam deb hisoblab, akkauntingizni spamga tushirishi, hattoki muzlatilgan akkaunt holatiga ham keltirishi mumkin bo'ladi. Shunda siz asosiy akkauntingiz, nomeringiz, ma'lumotlaringiz o'chib ketsa, afsuski bu yaxshi ish emas. Shuning uchun mana bu virtual raqamlarni ochishingiz, u raqamlar o'chib ketgan taqdirda ham u sizga hech narsa yo'qotmaysiz, ya'ni ruschada aytganda jalka emas sizga bu narsalar. O'chib ketadimi, muzlatilgan akkaunt bo'ladimi, yana olasiz, 5 ming, 10 ming so'mga olasiz va yana reklama tarqatishda davom etasiz. Reklamani qanday tarqatasiz? Bu haqida ham qisqacha tushuntirib o'taman. Reklama tarqatish ikki xil usulda bo'ladi, ya'ni havola yubormaysiz kanallarga, gruppalarga. Nima qilasiz? Onlayn uyda o'tirgan ayol va qizlarni ishga taklif qilaman, ya'ni onlayn biznes ishga taklif qilaman. Xohlasanglar raqaminglar, xohlasanglar lichkaga murojaat qilinglar, yozib, guruhga bitta kopirovat qilib, bitta guruhga alohida yuborasiz. Shunday olib, hammasiga ezib belgilab yubormaysiz. Bitta olasiz, bitta guruhga yuborasiz, yana ikkinchi chiqib, ikkinchi guruhga jo'natasiz. Xuddi shunday. Odamga jo'natmoqchi bo'lsangiz ham, odam lichkasiga o'tib, bitta jo'natasiz, yozasiz, chiqasiz. Xuddi shunday tarzda amalga oshiriladi. Olib bitta hammasini visiya qilib jo'natsangiz, akkauntingiz albatta spam holatiga tushadi, bloklanadi, muzlatilgan akkaunt bo'lib ketishi turgan gap. Shuning uchun
Yoki endi ikkinchi usuli ovozli xabar bilan yuborishinglar kerak bo'ladi. Masalan, assalomu alaykum qadrli gruppadagilar, ayol va qizlar. Sizlarni onlayn ishga taklif qilaman ovozli xabar yuborasizlar. Ovozli xabaringlardan lichkalarga o'tib yuborishi mumkin bo'ladi. Qadrdonlar, asosiy reklama tarqatishga bo'lgan qaratilgan e'tibor shu. O'zingizlarni asosiy akkauntinglardan reklama tarqatmaysizlar. Tarqatishinglar mumkin qachon? Ya'ni masalan, men sizni taniyman, siz meni taniysiz. Sizni hech qachon spamga tiqmayman. Menga reklama tarqatsangiz ham, ya'ni tanigan, bilgan odamingizga reklama tarqating. Sizni o'chirib spamlamaydigan insonga reklama tarqatsangiz bo'ladi. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Men reklama tarqatgandim, spamga tushib qoldim. Nima qilsam bo'ladi? Spamga tushsangiz albatta premium olish shart. Spam botga ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Bu haqida ham video darslik tayyorlaganman. Telegramdan menga murojaat qilsangiz o'rgataman. Bemalol shunday tarzda faoliyat yuritib borsangiz bo'ladi. Siz asosiysi o'zingiz akkauntingizni ochdingiz, kanalingizni ochdingiz, guruhingizni ochdingiz, premium oldingiz, virtual nomer oldingiz. Guruhlarga video olib, masalan, ma'lumotni tiniq ravishda videoga olib, tushuntirib, narxi qanaqa ma'lumotlarni olib joylashingiz kerak bo'ladi. Hamma yo'llarni joylashni o'rgandingiz, spamga tushmaslikni o'rgandingiz. Spamdan chiqish uchun video darsliklar bor, menga aytsangiz, yozsangiz tashab beraman. Xullas, shunday ketishda talqinda amalga oshirishingiz kerak bo'ladi va premium oldingiz, premium imkoniyatlarini to'liq tushunishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Telegram biznes xizmatlari bor. Ayni o'sha Telegram premiumda bor. Uni ham video darsliklari YouTube kanalimda bor. Ko'rishingizni maslahat beraman. Barchasini qadamma-qadam tushunib yetdingiz. Endi sizni nima qilasiz? Instagram bilan YouTube ga o'tasiz. Mahsulotlaringizni Instagram bilan YouTubedan ham qo'yib joylab va ushbu ikkala 3 ta platformani birgalashtirib, ya'ni klientlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Orqangizdan odam taklif qilasiz, mahsulotlarni sotasiz va biznesga chiqasiz. Xullas, asosiysi marketingni yaxshi tushunishingiz kerak, marketingni yaxshi olib borishingiz kerak. Mahsulotlarni xaridorlarga juda chiroyli ravishda tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi, ishonchli ravishda. Oldin o'zingizga samimiy bo'lib ishontirishni, ya'ni mahsulotlarni chiroyli yoritib berishni bilishingiz kerak bo'ladi. Asosiysi qadrdonlar, ehtiyot bo'linglar. Sizlarga beradigan mahsulotlarim, ma'lumotlarim, ya'ni shulardan iborat edi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga ushbu videoning ikkinchi qismini ham oling, Instagram, YouTube ham deb yozsanglar, albatta ikkinchi qismini ham olamiz. Kommentlarga qarab inshaalloh. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.